Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Davlatimiz rahbari Prezident Shavkat Mirziyoyev haqida hozirgina shoshilinch xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan bugun 6 oktyabr kuni amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Bu haqida Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbari Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi sammiti asosiy tadbirlarda ishtirok etadi. Mintaqaviy tinchlik va xavfsizlik mavzusida o'tkazilayotgan uchrashuv kun tartibidan ustuvor sohalarda ko'p tomonlama hamkorlikni yanada chuqurlashtirish masalalari o'rin olgan. Sammit yakunida tashkilotdagi mamlakatlar o'rtasidagi amaliy hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan qator hujjatlar qabul qilinadi. Ma'lumot uchun, TDTning 4-sammiti 2024-yilning 6-noyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Turk dunyosini mustahkamlash, iqtisodiy integratsiya, barqaror rivojlanish, raqamli kelajak va barcha uchun xavfsizlik mavzusida bo'lib o'tgan edi. Sammitda tashkilotga a'zo 5 davlat Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston rahbarlari, shuningdek TDT kuzatuvi maqomiga ega mamlakatlar rahbarlari ishtirok etgan. Davlat rahbarlari TDT doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qilib, bir qator ko'p tomonlama hujjatlarni imzolashdi.